Assalomu alaykum hammaga. Cobalt mashinasi kelgan ekan. Rulda muammosi bor. 23-yil mana. To'qillayapti. Shu muammoni qilib beryapmiz. YouTube'ga ko'p qo'yapmiz. Rulloy polni yechiladi pastlari bilan, tablon chetlari hammasi yechiladi akkuratni. Teshilib qolmaydi. Mana bu joylari umuman yechilganligi bilinmaydi. Sim tiqmaymiz. Hammasi akkuratni qilib o'rnatib, kantashka qilingan joyga shu kantashka qilib yig'ib birga bir ishlaydigan qilib beramiz mana. Tayyor holatini ikkinchi videoda qo'yib o'taman. Bunaqa to'qillamaydi. O'chgan holatda ko'rsatyapman. Mana kalt turibdi, o'chgan holatdagisini ko'rsataman. Qo'lga beryapti hozir. Cobalt mashinamiz tayyor bo'ldi. Mana ruli. Xuddi bunday holatga turibdi, zamok turgan. Kalt turibdi mana. Pastdan ruloy ovozi kelyapti, pastdan ruloy kalomkan. Lekin rul bo'yicha umuman muammosi yo'q. Mana o't oldirib ko'rsataman. To'q qilmayapti. Pastdan kelyapti to'qillash. Pastdan hamma mashinada keladi. Lekin rulni o'ziga berayotgani yo'q. 23 dan boshlanib 25 gacha mana shunaqa muammo bo'lyapti. Olib kelsalaringiz qilib beramiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangiliklar hali oldinda.